Assalomu alaykum. Qaynonamni bellarida grijalari bor. Doktor bizga blokada tavsiya qilyapti. Blokada zararlimi? Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan blokadalar to'g'risida gaplashamiz. Blokada o'zi bu nima? Blokada organizmda yallig'lanish joyiga dori vositalarini to'g'ridan-to'g'ri yuborish blokada deb aytiladi. Blokadalar qayerlarga qilinadi? Organizmda tizza bo'g'imiga, chanoqson bo'g'imiga, bo'g'im atroflariga, nerv atroflariga blokadalar qilinadi. Xo'p. Umurtqa pog'ona grija disklarida davolanishi bir bo'lagi hisoblanadi blokada. Agar sizda og'riq uzoq vaqt davom etayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam og'riq qoldiruvchi vositalar yordam bermayotgan bo'lsa, unda bu holatlarda blokada olganingiz ma'qul. Endi blokadani zararli emasligi, blokada asosan steroid yallig'lanishga qarshi vositalar bilan qilinadi. Shuning uchun o'rta yoshdagi ayollar, tug'ish yoshidan o'tgan ayollar, menopauzasi bor ayollarda yoki bo'lmasam onkologik xastaliklar bor bemorlarda blokadani avval tekshiruvlardan o'tib, ginekolog konsultatsiyasi, boyagi onkolog shifokori bilan birga maslahatlashib qilgani maqsadga muvofiq bo'ladi.